o'qitamiz, hoy buni qilamiz, hoy buni qilamiz deb oladi. Mana shu ishonchlarga, mana shu berilgan va'dalarga ishongan holatda o'sha birovning 18-19 yillab asrab avaylagan bir gavhari, bir nari nima bo'ladi? Siz o'ziga kelganda roziman, topshirdim iymon ixtiyorimni deydi. Mana shunday olganimizdan keyin nima qilamiz? Hayot ekanda bu. Ashiruhunna bil ma'ruf va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam khayrukum man khayru li ahlihi va ana khayrukum dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shunday ashiruhunna bil ma'ruf yaxshilik bilan yashashlikda bardavom bo'linglar. Ahllariga eng yaxshilik qilganlari nima? Sizlarning eng yaxshilaringizdir va ichingizda eng yaxshisi menman dedi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Bundan nima ko'rinadi? Deydigan narsamiz shuki, birodarlar, mana shunday va'da berib olgan ayollarimizga bir navz bor. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Abghadallohu al-halal at-talaq hadhihi al-lawz غضب الله جدا وأنا لأنه هذه العرش زلزل بهذه الكلام. الله تعالى mana shunday qildiki, oldim, mana shunday va'dalar bilan oldim degan bu xonadon oldim degan bu ayollarimiz oldim degan mana shunday bir ma'ruflarimizni biz Alloh taolo o'zim g'azab biladigan, o'zim yoqtirmagan, unga g'azab qilganman, ammo halol bo'lgan mana shunday bir lavz bilan buzishlik mana shunday asnosini bor. Bu ham bo'lsa nima edi? Taloq deydi birodarlar. Mana bu lavzga o'ta ehtiyot bo'laylikki, bu lavz, bu taloq masalasi aytilaverib nima? Mana shunday odamlarning ichida nima bo'ldi? Ezilib ketadigan gap bo'ldi. Ammo shuncha gapirilsa ham nima bo'lyapti? Lekin ayollar, lekin oilalar, lekin mana shunaqa yosh bo'lgan oilalarda mana shu lavzni eshitib turibmiz. Birodarlar, bu eslatmamiz bo'lishi kerak. Bu bizni aytishlikdan eng katta qo'rqadigan narsamiz bo'lishi kerak. Zero Allohning arshini larzaga keltiradigan, shaytonni xursand qiladigan eng buyuk amallardan biri bo'lib qoladi mana bu lavz. Farzandlarimizga o'rgatishimiz kerakki, biz qancha mana shunaqa bir va'dalar oldik, hali va'dalarimizni oxirigacha yetkazib bora olmadik. Uni bir 18-19 yoshgacha mana shunaqa tarbiyalagan, nomusi, iffati, hayosini saqlab mana shunaqa yetkazgan qizini olayotgan asnomizda bilishligimiz kerakki, bir arzimagan lavz bilan hammasini sindiramiz. Mana shu lavz bilan nima qilib qo'yamiz? Nima buyuk bo'lgan Alloh taoloning mana shunday vojiboti bo'lgan, o'zi buyurgan payg'ambar alayhisalom u mendan emas degan mana shunday ulug' bir dargohni sindirishlikka qilamiz birodarlar. Mana shu o'rinda mana shu lavzga ehtiyot bo'laylik. Hayot borki, kelishmovchilik albatta bo'ladi. Ar-rijal an-nisa baynahuma ashiru va baynahuma al-abghada. Agar ayol bilan erkak mana shunday yashab ekan, endi bir odam bilan kunimiz mana shunday yashaganingizdan keyin xohlaysizmi, xohlamasizmi mana shunday kelishmovchilik bo'lib qoladi-da. Lekin har qanaqa holatda ham Alloh taolo nima dedi? Nima uchun? Chunki mana shunaqa bir buyuk amal bo'ladi. Allohning arshini mana shu masalaga to'xtatamiz inshaalloh. Allohning arshiga ko'taradigan mana shunday buyuk farishtalar bo'lsa, haligi farishtaning 8 farishtaning tabaniyati. Mana shunday 8 farishtaning ulug'ligi shunaqaki, agar bu quloqdan eng tez uchadigan mahluq uchsa bir necha yil, 500 million yil degan ikkinchi quloqqa yetib boradigan mahluqlar mana shunday ko'tarib turadigan bo'lsa, bir taloq lavzisi birodarlar, farishtalarning ichida ilm borib haligi farishtalarning ham qulog'iga yetganda haligi farishtalar qo'rqadi, bir qanday nima uchun? Allohning hisobi uchun, nima uchun? Berilgan va'dalarning xalofi uchun, nima uchun? Munofiqning alomati bo'lgan mana shunday va'dalarni arzimagan lavz bilan bu lavzning hukmini, bu lavzning quvvatini, hatto arshni qabullashini e'tiborga olmasdan aytilganligi uchun va bu uchun Allohning savol javobi uchun farishtalar qo'rqadilar, bir qaltiraydi. Mana shu qaltiraganda Allohning arshini ko'tarib turgan farishtalar Allohning arshini qimmatlatib qo'yishadi. Mana bunday shaytonning xursand qiladi deyishligimiz, birodarlar, mana bu har bir narsaning darajati bor. Farz vojibdan katta, vojib sunnatdan katta, sunnat mustahablardan katta, mustahab mustakir amaldan katta bo'lgani kabi birodarlar. Gunohlarning ham darajalari bor. Gunohi kaboirlar bor, gunohi sag'iralar bor. Mana shu gunohlarning ichida shaytonga mana shunaqangi amallarni yetaklab keladigan shaytonlar har kuni mana shuni hisob-kitob olganda sen nima qilding? Men bir bandani ota-onasiga oq qilib o'tirdim. E'tibor beringlar. Sen nima qilding? Men bir bandani o'g'irlik qilishga undan uni o'g'irlik qilib o'tirdim. E'tibor bering o'g'irlik gunohini.
Sen nima qilding? Men ikkita do'stni o'zaro urushib turganda bir-birlariga mana shunaqa bir parsak urib urushlikka majbur qildim deb har kim mana shunaqa gunohlarni aytib kelganda oxirida mana shunaqangi bir navbat keladiki, bir ko'rinish shaytonga. Sen nima qilding? Desa, er xotin o'zaro aytishib turganda erni ayolga, ayolni erga nima mana shunday yomonlab turdi. Oxirida erni ayolga taloq aytishlikka sababchi bo'ldi. Desa, shayton birinchi yaratilgan Odamga sajda qilmagan, jannatdan quvlagan mal'un bo'lgan shayton taxtidan tushib peshonasidan o'padi. Sen bizdansan. Qarang, ota-onaga oq bo'lishdan ham deyapti. Nima uchun? Chunki oilaga taloq qo'ydirishga, buzdirishga, hatto ota-onaning ham haqqi yo'qligini bildirishlik uchun bu hadisda keldi. Hatto oq bo'lsa ham nima? Mana shunaqangi bir taloqni oilani buzishga mumkin emas. Chunki bu o'rinda taloq nima? Shu oq ham boshqasi ham tushmaydi dedi. Ana shunaqa ekan birodarlar, mana shu lavzni farzandlarimizga o'rgataylik. Farzandlarimiz deymiz, yosh kattalarimizni ham o'rtasida bo'lyapti bu narsa. Voy ajab, bir navorali bo'lganlarning ham o'rtasida bo'lyapti bu narsa. Bu narsada ehtiyot bo'laylik. Bu yengil lavz emas birodarlar. Hatto mana shunaqangi farzandlarimizning onasi bo'lgan, nabiralarimizning buvisi bo'lgan mana shunaqalarni nima qaytara olmaydigan bir holatga. Agar shunday bo'lib ham e'tiborsiz yashayotgan bo'lsak, mana shunday bir harom holatda yashayotgan bo'lib qolamiz birodarlar. Alloh taolo barchalarimizni mana shunday lavzda, taloq lavzida mustahkam bo'lishligimizni, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bo'lib, oilalariga, ayollarga bosh bo'lgan bu erlarimizning pullariga ham bosh bo'lishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Mana xonadon ahllari ham mana shu orzu maqsadda bir amr-ma'ruf qilsak, bir yaxshilikni yetkazsak, mana shu asnoda bu yig'ilishga kelib bir yaxshilikni eshitib insonlar kirishsa va unga amal qilishsaki, va mana shu savob ila mana shu xonadon ahllariga yog'ilsa va mana shuning barokotidan Alloh bu 2 yoshga baxt, saodat, o'zining hayriyati, barakoti, fazlini mana shunday yog'dirsa degan maqsadda mana shunday jam qildi. Alloh taolo o'ylaganlardan da ziyodasiga yetishtirsin. Mana har bir narsaning so'ngida Qur'on bilan bo'lishligi, uning yana ham ijobat bo'lishligining nima bir kaliti bo'ladi. Mana hozir Qur'on tilovat qilamiz. Ana undan keyin duolar qilamiz. Ana undan keyin har kim o'zining dasturxoniga alohida duo qilib turilaveradi. Bismillah.